Sport kurashlari assotsiatsiyasining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Viloyat hokimi, viloyat prokurori va sohaga daxldor tashkilotlar vakillari ishtirokida kechgan tadbir tafsilotlari dastlabki lavhamizdan o'rin olgan. Uchrashuvda sport kurashlarini rivojlantirishda mavjud kamchiliklar, moddiy texnik va murabbiylar bazasini rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar hamda kelgusidagi vazifalar muhokama qilindi. Ayollar kurashini rivojlantirish va ularni jalb qilish borasida biror bir amaliy ishlar olib borilmaganligi hamda aniqlangan muammo va kamchiliklar bu boradagi ishlarimiz yetarli emasligini ko'rsatib berdi. Viloyat sport boshqarmasi va boshqa mas'ullardan iborat 3 ta ishchi guruh tuzilib, Yunon-Rum va erkin kurash bo'yicha sport bazalari ahvoli tanqidiy o'rganib chiqildi. O'rganishda sohada ko'plab muammo va o'z yechimini topmagan masalalar to'planib qolganligini ko'rsatdi. Aniqlangan kamchiliklar mutasaddilar ishtirokida tanqidiy muhokama qilinib, ularni bartaraf etish va kelgusidagi vazifalarni belgilab olish bo'yicha 22 banddan iborat yo'l xaritasi ishlab chiqildi. Xususan, ayollar kurashi bo'yicha viloyatda sportchi qizlar guruhi mavjud emasligi aniqlanib, G'ijduvon tumanida bunday guruh tashkil etildi. Yoki Yunon-Rum va erkin kurashning markaziy bazalari ma'nan eskirganligi sababli ancha vaqtdan buyon faoliyat ko'rsatmasdan kelayotganligi aniqlanib, yakka kurash sport maktabi maydonida sport kurashlari uchun baza qurilishi rejalashtirilib, loyihalashtirish ishlari boshlandi. Bundan tashqari texnik bazasini mustahkamlash maqsadida sport zallari uchun xalqaro talablarga javob beradigan 3 to'plam kurash gilami, zamonaviy trenajyor hamda 20 dan ziyod sport jihozlari olib berilishi ta'minlandi. Shu kabi Inson sport maktabi hududida yengil instruksiyali zamonaviy sport kurashlari zali qurilib, foydalanishga qabul qilish arafasida turibdi. Shuningdek, Buxoro shahridagi 26 umumta'lim maktabini sport kurashlariga ixtisoslashtirish bo'yicha kelishib olindi. Zarur sport jihozlari bilan ta'minlash va sportchilar shug'ullanishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratishga qaratilgan amaliy tadbirlar boshlandi. O'z navbatida yo'l xaritada belgilangan qurilish ta'mirlash ishlari yakunlanganiga qadar Buxoro muhandislik texnologiya institutining zamonaviy sport zali sport kurashlari markaziy bazasi sifatida trener va sportchilarga vaqtinchalik foydalanishga topshirildi. Buxoro davlat universitetida sport kurashlari turlari bo'yicha ilmiy yondashuv asosida murabbiylarni tayyorlash, ta'lim yo'nalishini joriy qilish yuzasidan Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligiga taklif kiritildi. Viloyatimizda bu boradagi amaliy va nazorat tadbirlari davom etmoqda.